Oshpaz hayoti ikkinchi qism. Bu gal bozorga xarajat etish uchun emas, komandamizdagi bolalar bilan pichoqlarni o'tkirlatib, qorinni yaxshilab pashlash uchun borganmiz. Bu galgi to'yimiz ham Xiva shahrida bo'lib o'tdi. Baxtli oila to'yxonasida. Atgacha bugun 100 ming bo'ldi. Hammangizga katta rahmat. Qo'llab-quvvatlab turganlaringiz uchun. Bugungi menuni tanishtirib o'tadigan bo'lsam, bizda bir ovqat bo'ladi, kavob bilan kotlet beriladi. Men ovqatni Zagadovga tamamlayincha Abdurashidjon miyasona sartilarni chiroyli qilib kesib berdi. Bu chiroyini ko'rib o'zingiz bir baho bering. Hamma tayyorlikka yetilgan miyasona sartilar menimcha idealni chiqqanda bo'laydi. Sizlar ham yoqqan bo'lsa, like-ni bosib, kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Boshqa to'ylarimizdan farqli bugungi ishkanatimiz Prishni ishkanat bo'ladi. Miyasona sartilarni chiroyli qilib stereochurib oldikdan, svejiy sartilarni chiroyli qilib kesilmagan holatda qo'yib berdi. Odamlarga yanada qulay bo'lish uchun mevalarni ham chiroyli qilib, ham kesib, ham diri holatida qo'yib bergan. Dasturxon bilan o'zlaringiz ko'rib danishlaringiz mumkin. Badam, indiyskiy oreh hamda keshularni o'zlarimiz qo'llar uchun taxlab berganmiz. Ina shunday chiroyli xizmat kerak bo'lsa, bizlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Endiki navbat qozonxona bo'ladi. Qozonxonadan ish qaynab turibdi. Kotletlarimizni 60 grammdan o'lchab, tashab qovurib olamiz. Bir tarafda kavpimiz ham qovurib tayyorlanib turibdi. Ovqatlar tayyor bo'lgandan mehmonlarga ovqatlarni chiroyli qilib suzib beramiz. Ko'rib turganlaringizdek ovqatlarimiz 3 podachada berildi. Bulig'imizning ichida 2 kotlet, 2 kusok go'sht, 3 dona kartoshka, ozgina piyoz bilan 1 dona pomidor chetib tashlab berganmiz. Komandaga katta rahmat aytib, videoni yakunlaymiz.